Assalomu alaykum. Simental bola kanali obunachilari, chorva ishqibozlari. Bugun kunimiz 22-yanvar, haftani payshanba kuni. Sizlarga o'zimiz uyda turgan mollarimizni ko'rsatamiz. Yaqin tug'iydigan, yetuk bo'g'oz, keyin tug'iydiganlarini bu yerga olib kelamiz. Mana bu tug'di. Mana buni hozir sog'ib bo'ldik, mana apparatlarda. Apparatda sog'ib bo'ldik. Mana yelinlari, ostlari zo'r, xudo xolasa. Juda cho'tga, juda deyarli. Yana bu o'zda. Bu birinchi tug'ishga tug'di, ana bolasi, ana gibridcha. Voh. Gibridcha. Baqoq gibrid. Bu yetuk bo'g'oz. 10 kunlarga boradi yo bormaydi. 10 kunlarga boradigan shu yetuk bo'g'ozimiz. Sog'lom, bu ham birinchi tug'ish, bu ham birinchi tug'ish. Mana simentallarimiz bor. Hali tonna bo'ladigan deydi, yuzlari. O'shalaridan. Shu oq kiprik, oq tumshuq, oq bosh deganlarni. Bunisi xonajin, bunisi buqacha. Buni bolasi. Aytdim hozir. Bular ham sotilaveradi. Bularni ham narxini kelishaveramiz. Shu ikkalasini tozalardan deydi. Tozalardan. Tonna bo'ladiganlari, tonna. Buni onasi o'zi ikkalasi onasi 800 kilodan oshiqlar mollar. Suti zo'r bergan buni onasi. Ikkalasi ham tonna bo'ladigan mollar. Mana mollarimizni sog'ib, bunisini sog'dik, o'tlarni solib qo'ydik. Yemlarga keladigan bo'lsak, sho'lxa ham qo'shganmiz bu yemga, slyos, bug'doy uni, kunjara, kepak aralashmasi. Bu yetuk bo'g'ozimiz, bu tuqqani. Telefon qilaverasizlar, nomerlarimiz 99 894 1122. Aloqaga chiqib olasizlar. Bu hozir kunda 20 taga chiqdi. O'zdan chiqdi уже, o'zdan chiqdi. 4-5 kun bo'ldi. 4 kunmi, 5 kun bo'ldi tug'ilganiga. Voh, qolar. Kela qol. Mana bu qolgan shunisi. Bunisi xonajin. Mana uyga qo'yib tashlab qo'yishga bitta xonajin, bitta buqa so'raganlar ko'p edi. Mana sizlarga ikkita variant. Ikkalasi birga yuradi, katta bo'lib. Sog'lom mollar. Yemishlari zo'r. Mana oldiga kepak ham qo'yib qo'yganmiz. Kepak yeyishga o'tgan o'sha. Sutam yemaydi. 6 litr, 3 litr, 6 litr, 4 litrdan 8 litr shuni oralatib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mana bunisi xonajin, bunisi buqacha. Ikkovi birga tashlab qo'ysanglar, birga katta bo'lib yuradi. Xudo xolasa keyingi yilga ana bunisi ham qochon bo'lib qoladi-da. Akalar, buni narxi 55 million deyapmiz, kelishib beramiz. 20 ta ustga hozir, 25 taga ham chiqadi xudo xolasa. Va endi yemga o'tdi. Va o'zimiz aralashma yemga endi o'tdi. Kuchli ham berganimiz yo'q edi, yelim bezlar ketishiga. Mana bu tug'adi. Mana buni yelin ostlari. 4 ta so'skasi 4 joyda. Orqalarini ko'rsataman. Bu endi jinday video olganimga ham jinday cho'chib turibdi. Mana. O'shani ko'riblang. Yelin juda ortdi. Xohlasa zo'r sut beradiganlarni bolalari bular, onalari zo'r sut bergan bulardi. Aloqaga chiqib olasizlar, telefonlashaveramiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Xapalak degan joyda. Joning bor. Voh. Bundaqa yuzga so'raganlari ko'p edi. Chol. Aloqaga chiqib olasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Simentalchi bola kanaliga obuna bo'linglar. Like, podpiska qo'yinglar.